Mana shaytonimizni o'lda turibdi. Mana 6 talik kollektor qo'ydik. Kollagdiki avtopapitkalari bilan o'zi samatok sistema aylanib turganda o'zi vozdug'atuvchi havosini qo'yib yuboraveradi. Mana bunimiz oshxona bo'ldi. Mana oshxonaga ulitka uslubida to'qidik. Mana bunimiz o'zi mana ichkaridagi xona. Bu yerda 2 talik ulitka to'qildi. Ulitka uslubida. Arasi 20 sm. Bu tobli pol podval bo'lgani uchun mana bu yerga bitta ulitkamiz sig'di xolos. Sababi bag'dan turbalarimiz ko'p keldi. Mana bu yerimiz vitraj bo'lgani uchun arasini 5 sm qilib tashladik. Batareya vazifasini bajaradi. Shu sovuqni to'sib turishi uchun, sovuq kamroq kirishi uchun shunaqangi to'qiladi. Sistemamiz zo'r, konkret. Gidropaneleramiz Waterproniki. Mana turbalarimiz plasterm, topli pol turbalarimiz zo'r.